Assalomu alaykum. Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabin do'stlar. Shunday qilib kelin-kuyov teleshousi yana efirda. Rahmat. Demak, ko'rsatuvimizni boshlashdan avval bitta narsani aytay. Biz mana bir necha yillardan buyon bu ko'rsatuv to'xtab qolgan edi. Lekin ko'pchilik teletomoshabinlarimizni hamda teletomoshabin muxlislarimiz iltimoslariga binoan ko'rsatuv yana efir yuzini ko'ryapti. Ishqilib yana ko'rishda davom etsin. Bizga bizani tushunib, muxlislarimiz tushunib, yordam berganliklari, qo'llab-quvvatlaganligi uchun biz O'zbekiston Milliy teleradioda kompaniya raisi Abdurashid Jo'raboyev va shu bilan bir qatorda hozir siz mana shu ko'rsatuvni ko'rayotgan mahalla teleradio telekanalini rahbari Ikromjon Choriyevlarga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Rahmat. Men o'ylayman bundan keyin ko'rsatuv oldinga o'xshaganda xuddi shu darajada sizlarning mehringlarni qozonadi va bunga harakat qilamiz. Shu tariqada biz bu endi mahalla teleradio kanali orqali birinchi marta namoyish etilayotganligi sababli birinchi ko'rsatuv deb aytamiz. Birinchi ko'rsatuvimizni boshladik. Muhtaram teletomoshabin do'stlar, mana biz bugun kelin-kuyovlarni davramizga taklif qildik. Bir necha daqiqadan so'ng albatta ular hayotda bir-birlarini qanaqa topganlari gapirib berishadi. Unga qadar sizlarga juda qiziq bo'ladigan bitta voqea deymanmi, bitta lavha ham emas bilmayman. E'tiboringizga havola etadigancha qiziq narsa bor. Mana men hozir rejissyorlarimiz Xushnudjon, ovoz rejissyor Toyirjon, ularni ham menimcha kamerada olib turishgan bo'lishlari kerak, chunki muallif tariqasida men iltimos qilgan edim. Shu kelin-kuyovni haligi boshlanishdagi shapkasi bor, shuni bering-de. Rahmat seki, rahmat. Men rahmat. Nima uchun buni aytdim? Demak, har doim biz mana shu ko'rsatuvda assalomu alaykum muhtaram teletomoshabin do'stlar, shunday qilib kelin-kuyov teleshowsini bugungi soni efirda deb aytgan paytda rahmat olib qo'yishinglar mumkin. Men ko'chalarda yurgan paytimda ham uni telefonimga qo'yib olganman-da. Ko'chalarda, do'konlarda yurgan paytimda ham bekatlardami shu menga telefon bo'lib qolsa, men shu jiringlashi bilan hammaning yuzida tabassum paydo bo'ladi, kuladi-da. O'sha kelin-kuyovning muzikasini qo'yib olibsiz-da debdi. O'sha uchun men sizlarga aytay, mana 200 dan ortiq ko'rsatuv, 200 ga yaqin ko'rsatuv kelin-kuyov teleshousi efir yuzini ko'rgan bo'lsa, mana shu musiqani muallifini biz taklif qilganmiz yana. Shuhratjon Xudoyberganov. Hamsalarni olib kelganlar. Mana sizlar hozir eshitgan va bundan keyin ham eshitadigan mana shu kuyni muallifi Shuhratjon. Avvalambor ko'rsatuvimizga taklif etilganda yo'q demasdan kelganingiz uchun rahmat. Sizga ham bu haqda ishlasa deyishadim, yo ko'pchilik bu kuyni muallifi siz emasligingizni bilishadi. Nima deysiz? Avvalambor assalomu alaykum. Men xursandman yana shu kelin-kuyov show efirga chiqishi boshlaganidan. Mana yozganimizga ancha yil bo'lib ketdi. So'rab turishadi. Nimaga chiqmayapti, nimaga anaqa bo'lib qoldi deb. Yana davom etishiga men xursandman shu narsani. Rahmat kattakon hammangizga. Avvalambor bugun kelganingiz uchun rahmat Shuhratjon, o'tiring. Ikkinchi aziz mehmon, ko'rsatuvimizning eng fidoyi mehmoni. Mehmon desam bilmayman, ishtirokchisi. Nechta ko'rsatuv tayyorlagan bo'lsak, hozirga qadar birorta ko'rsatuvni qoldirmagan. Ular o'zlarini oldin tanishtirgan, hammanglar bularni tanishuvdan ham kulib tabassum paydo bo'ladi. Men hozir ismlarini aytib o'tirmaydi. Qani o'rningizdan turing iltimos. Ismim Madiyor. Kasbim Mantor. Yunusobod mahallasida turaman. Chiroqli o'tsa yoqib o'chirib turaman. Rahmat. Nimada hammasi uchun rahmat Madiyor aka, lekin svetlar yonganda yaxshi o'chirmangda, yonsa o'chirib, o'chirsa yonib yuraman deysiz. Demak, ko'rsatuvimizga tashrif berganingiz uchun rahmat. Bundan keyin ham albatta siz ko'rsatuvimiz doimiy mehmoni bo'lasiz. Hamma eslab qoladi, ismingiz Madiyor, o'zingiz Mantiyorligingiz. Rahmat sizga. O'tiring. Mana kelin-kuyovlarni taklif etganmiz. Kelin-kuyovlarimiz ajoyib kelin-kuyovlar. Bularni hozir o'zingizlar ham darhol bilasizlar. Havas guruhini respublikamiz bo'ylab hamma biladi. Hatto Hindistonda bizdan ham yaxshi bilishadi. O'sha tariqasida hozir mana birinchi kelin-kuyovlarimiz birinchi marta ko'rsatuvimizda ota-ona o'z farzandlari bilan ishtirok etishyapti. Rustam akani hammamiz yaxshi taniymiz va ularning o'g'illari Qahramonjon kelin bilan birgalikda. Rustam aka, demak avvalambor
ko'rsatuvimizga taklif etilganda yo'q demasdan kelganinglar uchun katta rahmat. Kinoning ismlari esimdan chiqib qoldi. Birinchi ko'rsatuv. Matlubaxon, rahmat. Sizni kulib turganingiz uchun rahmat. Har doim kulib turasiz-da, har doim. Mana shu kulgi sizlarni farzandinglarga ham, kelinlarga, hammasiga, hamma qizlaringiz kulib turishdi-da. Endi bizning doimiy savolimiz bor. Teletomoshabinlarimiz ham buni bilishadi va intizorlik bilan kutishadi. Ular hayotda bir-birlarini qanaqa topgan ekan deb. Bir-biringlarni qanaqa topgansizlar? Baxtli oilasizlar. Endi tomoshabin uchun hozir go'yoki bir-biringlarni o'sha paytda tanimaysizlar, qanaqa tanishib qolgansizlar? Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Soat aka, sizni xalqimizni chin yurakdan tabriklaymiz. Ya'ni qayta efirga qaytgani uchun. Bu kelin-kuyov shou haqiqatda biz yoshligimizda juda ham mashhur bo'lgan. Biz endi unda kichkina maktab o'quvchilari bo'lardik. Lekin shuni butun O'zbekiston ko'rardi-da. Rahmat. Haligi nima deydi, gap so'zlar, mana choyxonaga chiqilsa ham bir nima deydi, mahallada yig'in bo'lsa ham shu haqida gap ketardi. Avvalambor katta rahmat bizni oilamizni shunga munosib ko'rib taklif qilganingizdan. Rahmat. Bugungi ko'rsatuvimiz manfaatli, xalqqa ozgina bo'lsa ham ibratli bo'lsa, bundan juda ham xursand bo'lamiz. Rahmat. Endi tanishishimizga kelsak, albatta biz ham studentlikda tanishganmiz, yoshlikda tanishganmiz. Namangan davlat universitetida pedinist deylardi. Shu paytlarda o'qib yurgan paytimizda men badiiy grafika fakultetida, ya'ni rassomchilik fakultetida o'qiganman va ko'p rasm chizardim. Har yili 40 tadan rasm chizib, o'zimga ahd qilgandim ko'rgazma o'tkazish. Va hamma studentlar bitta bo'lib, bitta xonani olib ko'rgazma qilsa, men bitta xonani o'zim to'ldirardim rasm bilan. Shunda ko'rgazma, masalan, nima deydi, yosh rassom Rustam Ermatovni shaxsiy ko'rgazmasi deb katta qilib plakatni yopishtirib qo'yardik-da. Shunga butun o'sha nima deydi, nafaqat bizni universitetdan, boshqa institutlardan, boshqa maktablardan kelib ham meni ko'rgazmamni ko'rishardi. Bir qiz keldi, sochi jingalak, bo'yi pastakkina. Keyin nima deydi, ko'zlari yonib turgan. Bir gapirib ming kuladigan. Yaxshi. Shunaqa bir qiz keldi. Shu qiz deng, shu san'atga oshiqligini bilganman. Ya'ni meni kartinani qanot chizgansiz, men bu suratda nima ifodalangan deb juda ko'p marta ko'rgazmaga qayta kelgan va haqiqatda ham bu san'atga qattiq qiziqar ekan deb meni ham e'tiborimga tushgan. Hech hamda aldamang. Qayta kelgan deganingizda o'sha hamma nima deb o'ylaydi bu? Yo, san'at yaxshi ko'rgan demoqchiman. Xullas, Soat aka adasini gaplari bo'yicha hozirgi kunda ko'p eshitganman bu gapni. Men lotereyaga chiqqan ekanman bularga. Qanaqasiga lotereyaga tushmadim? Bilmadim, juda yaxshi bo'lsam kerakda, lotereyaga yutib olganman deylar-ku. Endi maqtovi bir turi. Yaxshi. Endi ora-orada shunaqa gaplarni gapirib turaman. Lekin bitta haligi nima deydi, yoshlar uchun ham bir nima deydi, manfaatli bo'ladigan bir ish bor, gap bor. Ya'ni shu matlubaga o'ylanib bo'lganimgacha ham men masalan buni men sevaman, sen sevasanmi deb xat ham yozmaganman yoki aytmaganman ham. Biz qandaydir bir-birimizni topishib olganmiz. Ko'zlarimiz gapiravergan gaplar. Yana aldayaptilar Soat aka. Ya men qarang Rustam aka, men sizni rosa maqtadim, ajoyib oila deb ikkinchi marta aldashingiz endi. Endi bu o'zini manfaatiga aytayapti-da, aldayaptilar. Aslida hammasi to'g'ri. Ya to'xtab turing, endi hali aytganingizdek o'sha qizchaga qo'yib beraylik endi. Qani qizcha gapirsinlar, marhamat. Xullas, juda ham san'atni yaxshi ko'rganim uchun, ayniqsa shu rassomlarni tarixiga oid kitoblar ko'p o'qiganim uchun shu ko'rgazmaga men chiqqanman. Bir dunyo dugonalarim bilan maktabgacha tarbiya sohasida o'qiganim uchun hamma qizlar ko'p edi bizda. Va hamma qizlarni boshlab shu ko'rgazmaga chiqib, qizlar tez-tez ko'rib ketibdi-da, men har bir kartinani ko'rib qayta savol berganman. Ko'p savollar yog'dirib tashlaganim uchun, o'sha chizgan asarlarini ichida bir tandir chizilgan ekan. U tandir qarasam, u bizni tandirimizda, tasodifni qarang. Shu tandirni qaydan chizgansiz? Buni qaysi joyda chizgansiz? Siz qayerliksiz o'zi? deb ko'p savol berganman-da. Shu savollarim keyin
Bularga yoqmaganmi? Yo, albatta yoqqan. Hammasi zo'r. Endi tomoshabin hozir sizlarni to'ylarni qilishini kutishmoqchi-da. Sizlar mana sizlar uchrashib bo'ldinglar, yoqmasanglar ham bir-biringlarga baribir oxirida tushunib oldinglar bir-biringlarni. Endi qachon oila haqida turmushga chiqasizmi, yomonga turmushga chiqasizmi degan gap qachon bo'ldi? O'shandan boshlab gapiringlar. Ha, biz bir yo'la sovchi jo'natishdan gap boshlab yuborganmiz, to'g'rimi? Unaqa emas, Soat aka. Men bilan tarixni yaxshi bilaman. Ming bor uzr gapingizdan bo'ldim. Adajonim ko'p va'da berganlar. Xudo xolasa, men seni Ermitajga boraman, Sankt-Peterburgga, Toj Mahalga, Hindistonga boraman deganlar. Endi onam u payt rosa ko'p kitob o'qiganlar, o'sha Hindistonga borishni yaxshi ko'rganlar. Shunaqa qilib aldanib qolganlar odamlarga. Teletomoshabinlar ko'rsatuvimizni endi kirib kelganda, endi ko'ra boshlaganlar hayron bo'lishi mumkin. Demak, Rustam aka bugun Kenoy bilan birgalikda o'zlarining to'ng'ich farzandlari Qahramonjon. Mana o'sha uchun hali Qahramonjon ham to'g'ridan to'g'ri aralashdilar. Bitta savol bermoqchiman. Bular mayli oila qurilgan paytda sizlar hali bo'lmagan hamsizlar. Qanaqa qilib bularni xatolar aldaganlar dedi. Keyin gapirib berganmilar. Keyin gapirib berishganda biz ham uyda o'zimizni kelin kuyov shovimizni qilganmizda bolalar. Endi qiziq bo'lgan-ku. Adamdan so'raganmiz, onamdan so'raganmiz, so'raverganmiz, keyin o'sha tarixlar kelib chiqaverganda aytib berishgan yoshligimizda. Hali ham alda yuribdilarmi yo olib bordilarmi? Bu sirlarimizni qayerdan biladi bolalarim? Xullas, o'sha paytdagi to'yimizdan avvalgi va'dalar, mani orzularim, vaqti kelib, farzandlarim ulg'ayib, mana qahramon bolam hattoki 20 yoshga kirganida, ana o'sha adasi bergan va'dalar bor-ku, seni Hindistonga olib boraman, Toj Mahalga olib boraman, Ermitajga olib boraman, o'sha takrorlanmas haligi bebaho bo'lmish asar Madonnani ko'rsataman degan va'dalar bolalarim ulg'ayganda amalga oshdi. Shuning uchun hamma sirni bolalarim bilishadi-da. Juda yaxshi. Xo'p, to'y qachon bo'ldi endi? Xullas, yaxshi niyat qilish kerak ekan. Avvalambor 8-sinfda o'qib yurgan paytimda men rasm chizib turib o'ylardim-da, hech qanaqa musiqa asbobi chalishni bilmayman, lekin san'atni yaxshi ko'raman. Shu Xudo xolasa o'ylansam, san'atni yaxshi ko'radigan, tushunadigan qizga o'ylansamidi va farzandlarim hammasini musiqa chiqsamidi degandim. Undan keyin nima deydi? O'sha Toj Mahalni yoki Ermitajni bunga va'da bergan bo'lsam, bunga aytdim, olib boray dedim. Bu lekin juda ekan emas. Bu ham yaxshi niyat qildiki, farzandlarimiz san'atkor bo'lyapti-ku. Bir kun kelib tekinga chaqirsa boramiz dedi-da. Qarangki, haqiqatda ham tekinga bordik, to'g'rimi? Behisob shukr, hamma orzularimizga erishyapmiz farzandlarimiz orqali. Mayli, shunaqa bo'lsa ham rahmat sizga adasi. Hammasi yaxshi. To'y qachon bo'ldi? 1992 yil. To'yimiz ham juda qiziq bo'lgan, Soat aka. 1992-yilda to'yimiz bo'lgan. Bu to'yga erishguncha adas har tomonlama qiynalganlar. Chunki bu yoqdagi ota-onalari, qaynota, qaynonamlar ham meni olib berishga qarshi bo'lishgan. Nega? Qarshi bo'lishmagan, sinashgan. Haqiqatda ham bularning sevgisi haqiqatdanmi? Bular kurasharmikin, yo'qmikin deyishgan. Xullas, 92-yil 18-oktyabrda bo'lgan. Hozirgi yoshlarga aytib qo'yay, bitta Jiguli, bitta Moskvich bilan to'yimiz o'tgan, to'g'rimi? Yashang. Yashang. Men ham o'sha uylangan paytimda akam haligi 76:00 sariq 09 o'sha meni ham o'sha kelindi o'sha mashinasida olib kelib bergan menga aka Ne'mat akam.
78-yildada, endi sizlardan ham 14 yil oldin. Mana shunaqa qarang, oddiy mashinalarda oila qurib, bugungi kunda qanaqa baxtli yashab turibsizlar. Hozir ota-onalariga kelin-kuyovlar yo kelin tomon, kuyov tomonni bilmayman, ana uncha chayka olib kelasan, mana bunaqa ostonamizda tursin, men karnay surna. Mana baxt nimadan o'zi kelaveradi. Endi bizda o'sha Namanganda 10 hayat qishlog'idanmiz, ya'ni 10 hayatda oq to'y deylardi, qizil to'y deylardi. Oq to'y degani kelin bo'lib bu fata kiyib chiqmagan. Faqat o'yin kulgi bo'laveradi. Kelinchak ichkarida chimildiqda o'tiradi. Ha, yashang. Endi buni 3 kundan keyin ko'rish mumkin bo'lganda. Rustam aka zo'r, hammasi zo'r. Gena bo'lmasa siz chimildiqda o'tiravering. Rahmat. Endi mayli, Rustam aka, chimildiqqa kirmasangiz ham bo'ladi, siz bu yerda davom etaveramiz-da. Endi hali mana aytdim-ku, bugun mana birinchi marta ko'rsatuvimizda ota-onalar farzandlari bilan ishtirok etishyapti deb. Qahramonjon, avvalambor vaqtida ishtirok etganingiz uchun rahmat. Kelinning ismlari Nilufar. Nilufarxon. Qahramonjon, mana Labay. ota-onalari hayotda bir-birlarini qanaqa topganlarini gapirib berishdi, biz maza qilib tomosha qildik. Endi sizlar bir-birlarini qanaqa topgansizlar? Endi siz topgansiz-ku kelindi. Yo'q, ustoz, men topmaganman. Endi men adamga o'xshab institutda qizlar bilan gaplashib, unaqa nima deydi, kelin qidirib yurmaganman. Rahmat. Xo'p. Bu Nilufarni buvijonim topib berganlar. Ya'ni buvimni dugonalari bo'lgan, o'sha dugonalarini nevarasi bular. Keyin o'sha uchrashuvga chiqib ko'r deyishgan, keyin uchrashib, keyin qarasam yaxshi, ana dunyo qarashlari to'g'ri keladigan, odobli. Rosa endi reklama qilishganda, to'ydan oldin mana shu qizni ko'rgan bir, juda o'qimishli, juda tarbiyali, arab tilini biladi, senga yaxshi yordamchi bo'ladi, san'atkorga tushunadigan ayol kerak. Mana yaxshi oiladan deb endi rosa reklama qilishgan. Yaxshi. Keyin uchrashib ko'rdik. Haqiqatda yaxshi odoblari, boshqa, keyin yoqqanda. Yo'q, hammasi zo'r gapirib turibsiz. Ana endicha Qahramonjon, men sizdan iltimos qilaman. Agar mumkin bo'lsa, xuddi mana shu yerda yoqqan joylarda siz turaveringda, endi kelin tomonga ham o'ting, kelinga so'z bermasdan to'yda qo'ya olmaysiz. Kelin, qani marhamat. Bular haqida xabaringiz bormidi? Bular tomonidan sovchi kelishida yoki bu yigit haqida biron bir xabar bormidi sizda? Marhamat, mikrofonni oling. Ha, xabarimiz bo'lgan. Muxlis bo'lganmiz o'zi bularga. Buvijonim rosa ham qattiq muxlis bo'lganlar. Shu maqtashga hammalari yaxshi bola, aqlli deb. Darhol rozi bo'laverganmisiz keyin? Yo'q, rozi bo'lmaganman boshida. Yashang. Keyin nima bo'ldi yana? Mayli, agar mabodo Bularni buvisi ko'ndirib bergan, bu joylarga kattakon rahmat deb qolaman, chunki bular bo'lmaganda balki to'yimiz bo'lmasdi. Yashang. Chunki bular juda ham bizning katta muxlisimiz bo'lishgan, konsertlarimizga tushishgan. Ular ham endi o'sha qiyincha qo'shiqlarni juda ham yaxshi ko'radilar. O'shaning uchun voy shu Qahramonjon kuyoving bo'lsa qanday yaxshi-ya degan gaplarni zo'r. Keyin eshitganmiz-da. O'shanga Nilufarni ko'ndirishga buvijonga kattakon rahmat deb qolamiz. Nima deb ko'ndirganlarini ham aytib bering. Qani bo'lmasa o'zingiz aralashavering. Qani Nilufarxon, rahmat. Mana shu samimiyligilar uchun rahmat. Xohlagan paytda aralashib bemalol gapiravering. Nilufarxon nima deb ko'ndirdilar? Boshida men ham qarshi bo'lganman turmushga chiqishga, keyin buvijonimning bitta gaplari turtki bo'lgan. Aytganlarki, shuncha qizlar Qahramonjonga gul berib, anaqa gul beradi. Asanga bo'lsa eshigimiz tagida turibdilar gul berib, rozi bo'laver deganlar. Juda yaxshi, aqlli gap bo'lgan ekan. Rahmat. Demak, san'atkor tariqasida men ham o'sha xalqlar do'stligida konsert berganingizda meni taklif qilgansizlar. Bilaman hammasini. Birinchi qatorda o'tirganman, taklif bergansizlar. O'shanda ham hali aytganlaridek, buingiz aytganlaridek, haqiqatan gulga to'lib ketgansizlar-da. Juda zo'r, buinglar zo'r gapirdi. Keyin yana gap bo'ldimi nimadir buingiz bilan? Nima, keyin rozi bo'ldingizmi? Keyin rozi bo'lganman. Bo'pti. Endi Qahramonjon, kelin ham rozi. Endi to'yni qiling. Yo to'ydan oldin biror narsa gapiradigan gapingiz bo'lsa gapiring. Yo'q, bu shu rozi rizochiliklar olim bo'lingandan keyin to'yimiz bo'lishi kerak bo'lganda, masalan, o'sha 2019-yil sentyabrda uchrashuvga chiqqan bo'lsak, 1-2 oydan keyin to'yimiz bo'lishi kerak bo'lgan, lekin u payt karantin boshlanib qolgan. Baxtga qarshi karantin payti endi rosa qattiq karantin bo'lgan, o'sha hammaning esida. Hattoki o'sha Perival yo'llar ham yopiq bo'lgan. Yopiq bo'lgan. Keyin kutganmiz. 2020-yil kelgan yanvar, fevral, mart, aprel ishqilib vaqt o'tib yotibdi. Karantin tugamayapti.
Endi bo'lmasa karantin variant to'y qilarkanmizda shu 20 kishilik degan kelishgan holda shu mayda bir haftaga yo'l ochilib qolgan. O'sha payt tez to'y qilamiz deb kelgan ota-ona bilan maslahatlashgan holda to'y qilganmiz. Borib kelinni o'sha kichkina to'y qilib 20 kishilik, keyin bu yoqqa olib kelganmiz Toshkentga. Perevol yopiq bo'ladigan bo'lsa, u sizlarning to'ylarga bu nimani karantinda nima aloqasi bor? Endi kelin Namanganda, kuyov Toshkentda. Yo'qdan olib kelish uchun yo'l bekab bo'lgan. Ha, to'g'ri. Shuning uchun ustoz. So'radimi to'y qachon bo'ldi dedingiz? To'yimiz 29-may kuni bo'lgan, 2020-yil. Juda yaxshi. Shunaqa. 29 yaxshi. Bo'lmasa, avvalambor kelin, boshqa gapiradigan gapingiz bo'lmaydigan bo'lsa, xuddi mana shu to'g'rilarda birgalikda har ikkala tomonga minnatdorchilik izhor etadigan bo'lsa-da, ko'rsatuvimiz davom etadi. Demak, sizlarga rahmat. Muhtaram do'stlar, demak siz mana kelin-kuyov teleshowsini tomosha qilyapsiz. Bugun ajoyib oila. Mana Rustam aka o'z oilalari bilan, Qahramonjon o'z oilalari bilan hayotda bir-birlarini qanaqa topganlarini gapirib berishdi. Endi biz bu havas guruhidan bilasizlar, hali aytganimdek, butun O'zbekiston, Hindistonni ham yaxshi bilishadi. Ajoyib bitta qo'shiq eshitamiz. Muhtaram teletomoshabin do'stlar, shunday qilib kelinga teleshowsini navbatdagi sonini birgalikda tomosha qilyapsiz. Hali aytganimizdek, bu mahalla tele radio kanali orqali sizlarning e'tiboringizga havola etilyapti. Mana hayron bo'lib turgansizlar, men bir guruhni hindcha qizlarni desam ham bo'ladi. Mana bu ma'mula qilib turgani, demak, mana o'zi hind qo'shiqlarini nihoyatda yaxshi ko'raman va aytib ham turganman, hozir ham aytib turaman. Bu namaste. Rustam aka salom degani, salom, namaste. O'sha uchun mana namaste sizlarga, hammanglarga namaste, jon qizlarim mana. Hozir bular haligi ajoyib havas guruhini havas g'unchalari. O'shalar mana havas g'unchalari bilan birgalikda o'g'lingiz, kelinlaringiz birgalikda qo'shiqda yordam berishadi-da. Demak, Sangam filmini ko'rgansizlar, o'shandagi eng mashhur qo'shiqlardan biri. Katta! मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। कितनी सदियां बीत गई हैं हाय तुझे समझाने में। मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और जमाने में। दिल का बट्टा बोझ कभी कम होगा कि नहीं। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। दो नदियों का मिल अगर इतना पावन कहलाता है। क्यों न जहाँ तो दिल मिलते हैं स्वर्ग वहाँ बस जाता है। हर मौसम है प्यार का मौसम होगा कि नहीं। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं।
Demak, ko'rsatuvimiz davom etadi. Siz Kelin-kuyov teleshowsini tomosha qilyapsiz. Yana bir bor eslatib o'taman. Bu Mahalla televideniya kanali orqali namoyish etilyapti. Endi mana bugungi kelin-kuyovlarimizga Rusam aka, siz hayotni ko'p ko'rgansiz, ko'p joylarda bo'lgansiz. Keyin oydan fikrlashlari, o'zlarini erkin tutishlari shunaqangi yoqdiki, mikroskop bilan qidirsa ham qora dog' topilmaydi. Birortaylarning ko'ngilida. Sizlarga o'xshagan kelin-kuyovlar, oilalar ko'payaversin. Mana keyingi paytlarda nimagadir ajralishlar ko'p bo'layapti. Haddan tashqari ko'p bo'layapti. O'sha uchun ba'zan bilmadim, sabablarini ham bilmaymiz. Oilada kelishmovchilikmi, yo nimadir yetishmaydimi? Mana sizlar qanaqangi oilasizlar? Sizlarni hamma o'zi havas guruhi bekorga qo'ymaganlar, qo'yishmaga havas qilishadi. Shuni sababi nima deb o'ylaysiz? Endi avvalambor nima deydi, har bir inson turmush qurishda muhabbat bilan turmush quradi. Ya'ni mayli uni uydagilar topib bergan bo'lsin, o'zi topgan bo'lsin, nima bo'lganda ham muhabbat bilan baribir turmush quriladi, to'g'rimi Soat aka? Albatta. Endi o'sha muhabbat degan so'zni mas'uliyatga alishtirib olish kerak. Mana turmush qurdingiz, muhabbat mas'uliyatga aylanish kerak. Ya'ni o'sha nima deydi, er bo'lmish oilani boshlig'imi, u ayolimi, shu oila qurdikmi, endi biz mas'uliyatni zimmamizga oldik. Alloh nasib qilsa farzandlar bersa, farzandlarni ham mas'uliyatini zimmamizga olamiz. Endi nima deydi, og'irchiligini hadab ota-onaga tashab, qiyinchilik hammada bor. Qiyinchilik hamma joyda, har qadamda bor. Shuni mas'uliyatni his qilgan holda birgalikda yengib o'tish kerak-da. Shu ajralishlarga asosiy sabab bilimsizlik deb o'ylaymizda. Bilimsiz bo'lgandan keyin o'sha oiladagi insonlar o'zini kibri, g'ururi bor-ku, shuni yenga olmaydi-da. Ozgina kibri, g'ururi yengilsa, xo'p bo'ladi deb kelishib yashalsa, ajrashishlar bo'lmaydi. Rahmat. Endi sizlar yosh kelin-kuyov bo'ladigan bo'lsangiz ham aqlli bir gap bor xalqimizda. Aql yoshda emas, boshda deydi-da. O'sha uchun Qahramonjon, mana ajoyib oilani ota-onalari farzandisizlar. Mana bu yuzga ham juda zo'r ta'rif bergan ekan. Sizga ham, bularga ham. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Shu ota-onamni fikrlariga qo'shilgan holda biz ham shunaqa deb o'ylaymiz. Birinchi navbatda o'sha tushunish bo'lishi kerak. Kelin-kuyov bir-birini tushunib. Men o'ylayman, menimcha erkak kishi ko'proq tushunishi kerak. Xotin kishi endi emotsionalroq bo'ladi. Sal narsani ham, nima deydi, pashshadan fil yasashga usta bo'ladi. Emotsiyalarga berilib qotib, yo janjalga aylanib ketadi, yo boshqa narsa bo'lib ketishi mumkin. O'sha payt erkak kishi hazilga burib yoki sal spokойныйroq, sokinroq tushuntirib, yaxshi yo'lga boshlasa bo'ladi. Biz o'zbekchilikda erkak kishi o'sha oilani boshi hisoblanadi. Yaxshi o'sha oilani qanaqa ketishini planini qilib olib, yaxshi niyatlar qilib, masalan, kelajakda shunaqa farzandlarimiz bo'ladi, farzandlarimiz tarbiyalaymiz, bunaqa yo'l tutamiz deb hammasini boshida kelishib olsa, ancha yengil bo'ladi. Rahmat. Kelin, siz nima deysiz? Shu biz ayajonim, adajonlardan o'rnak olamiz. Ana. Endi o'rnak shundaki, biz kelinlarimizni, farzandlarimizni ko'proq endi ovqat tepasida gaplashiladi-ku, mana kelinda ovqatlanib bo'lindi, o'tiringlar deb har kuni 2 minut, 5 minut oila haqida boshqada gapiramizda, shunda aytaman men ko'proq, ayasi ham shu gapni ko'p gapiradiki, inson hayotda yashar ekan, meni sevishmayapti, menga e'tibor qilishmayapti, menga nimaga bunaqa qilishadi, boshqa kelinlardan yoki kuyovlardan qaytimkan boshqa emas, boshqa nuqtai nazardan, ya'ni men bularga nima qila olayapman? Mana ota sifatida farzandlarimga nima qilib beryapman yoki kelin sifatida onamga nima qilyapman men? O'sha nuqtai nazardan men qo'limdan kelgan yaxshilik qilay, keyin uni ijrosini, chunki hurmatga erishish uchun oldin hurmatga yarasha ish qilib qo'yish kerak-da. Rahmat. Endi avvalambor sizlarning fikringlar uchun katta rahmat. O'z minnatdorchilik izhor etamiz. Yana bir bor eslatib o'taman, siz Mahalla radio kanalida Kelin-kuyov teleshowsini tomosha qilyapsiz. Men bugungi ko'rsatuvga shu ekspertlarni ham taklif qilish niyatim bor edi. Lekin mashhur ekspertlarni bilasizlar, Jamila opa, Shermuhammedova, ularni taklif qilgan edik. Ular xizmat safarida bo'lganligi uchun 1000 bor uzr so'rashdi. Bu ko'rsatuv qayta tiklanayotganligi
chiqqanligidan xursand bo'lib, keyingi ko'rsatuvlarda albatta ishtirok etaman dedilar. Biz bu ko'rsatuvga Rustam aka, oila hamda Xotin-qizlar qo'mitasi matbuot xotimi bilan gaplashgan edik. Men ularga tanishtirdim. Bo'pti, soat aka ertaga qo'ng'iroq qilsangiz men aytaman deyishadi. O'shandan keyin 3 martalab, 4 martalab telefon qildim, telefonni olishmadi. Hatto men SMS ham jo'natdim. Men Soatman Sharipov o'sha ko'rsatuv masalasida gaplashaylik deb, men o'ylaymanki, keyin ko'rsatuvlarimiz albatta ular tashrif buyurishadi degan umiddaman. Demak, ko'rsatuvimiz davom etadi. 1 daqiqa 25 soniyalik musiqa bor, ana shunga raqsga tushasizlar. Agar chidab tura olmasam, men ham qo'shilib ketaveraman. Sizlar ham hammanglar. Qani Xushnijon rejissyorimiz, Toyirjon ovoz rejissyori, ketdik. Muhtaram do'stlar, ko'rsatuvimiz davom etadi. Endi ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetdi deb qoldi. Imkoniyatdan foydalangan holatda hozir ko'rsatuvimizni ko'rib bo'lgandan keyin ko'pchilik haligi bu kelin-kuyovlarga ko'rsatuvni ko'rib, biz ham qanaqa chiqsak bo'ladi, kimga murojaat qilishimiz kerak degan savollar o'z-o'zidan berilishi turgan gapdir. Bitta narsani aytaylik. Biz faqatgina mashhur san'atkorlarni ko'rsatuvga taklif etmaymiz. Oddiy oilalar, oddiy deyishni o'zi o'zgartirish noqulay bo'ladi. Har qanaqa ishtirokchi ham ko'rsatuvimizda biz qatnashishlari mumkin. U uchun siz mana bizning ijodkorlarimiz Telegram, Instagram, YouTube kanallariga bog'lanib, o'shalar orqali ko'rsatuvimizga tashrif buyurishingiz mumkin. Bizda hech qanaqa kelin-kuyovlarga yoki qo'shiqchilarga pul to'lanmaydi. Faqat yaxshi ishtirokchi bo'lsa bo'ldi. Shu bilan bir qatorda qo'shiqchilar ham mashhur qo'shiqchilar taklif qilinar ekanlar deb o'ylamang. Bizda qo'shiqchilarimiz qo'shig'i zo'r bo'lsa, tanilmagan bo'lsa ham kelin-kuyov teleshousiga mos keladigan, shoh bo'ladigan bo'lsa bo'ldi. Ehtimol shu ko'rsatuv orqali, shu qo'shiqlari orqali ular ham mashhur bo'ladi. Endi Rustam aka, mana bugun ham kelin-kuyovlar, sizlar farzandinglar bilan birgalikda juda ajoyib chiqish qildinglar. Endi sizlarning havas guruhini nihoyatda zo'rligini, faqatgina O'zbekistonda emas, Hindistonda ham nihoyatda mashhurligini hamma yaxshi biladi. And you sang it so beautifully. Thank you very much. और इंडियन टेलीविजन पर पहली बार उज्बेकिस्तान से आई है काखरमोन एंड फैमिली. She's gorgeous. She's so beautiful. क्या बात है sir. This is talent. This is really talent. This is a real prodigy. तेरी मन की गंगा और तेरी मन की जमुना बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं. आवारा
What talent Uzbekistan has. What talent. Thank you, sir. कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान अरे रो झुका तो नहीं है उम्मीद का दामन झुका तो नहीं है दुनिया है दिल वालों की इन कानों की दुनिया है दिल qani qo'shiq tayyorlab kelgansizlar? Bu oilaviy havas guruhimizni oilaviy ijod mahsuli hisoblanadi. Ya'ni oilamiz degan qo'shiq. Ya'ni she'r muallifi o'zim. Aha. Sizga o'xshab biz ham ijodkormiz-ku. Rahmat, rahmat. Qahramon musiqasini bastalagan oilamiz degan qo'shig'imiz. Juda yaxshi. Demak, bizning Kelinko'v teleshousiga mos ravishda oila qo'shig'i nihoyatda zo'r. Chunki oila baribir muqaddas. Oila nihoyatda muqaddas. Oilamizni, har bir oilamizni tinchligini, baxtini saqlash har bir kuyov uchun, har bir kelin uchun, har bir ota-ona uchun nihoyatda muqaddas. Shu uchun biz avvalambor sizga katta rahmat aytgan holatda birgalikda davom etadigan bo'lsak, mana o'g'lingiz bilan birgalikda hamma bu qo'shiqni qo'shib ijro etib beradi deb umiddaman. Men rejissyorimiz Xushnudjon, ovoz rejissyori Toyirjon. Marhamat, tayyor bo'lsa ketdik. birimiz istom o'tmas tomog'imizdan sal ko'rmasak quchib o'pib yanog'imizdan sog'inchlarda yasharmiz har kun ko'rsak ham umrimizni uzoq qilsin tilayman haridan birimiz istom o'tmas tomog'imizdan sal ko'rmasak quchib o'pib yanog'imizdan sog'inchlarda yasharmiz har kun ko'rsak ham umrimizni uzoq qilsin tilayman haridan jannatimiz oilamiz savlatimiz oilamiz g'ururimiz oilamiz oilamiz jannatimiz oilamiz savlatimiz oilamiz g'ururimiz oilamiz 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 tikan kirsa og'rir tanam opa singlimni ranjitgan bizga dushman Yelkangni qo'y yelkamga kel jonim ukam boringizga shukr deyman aziz oilam birimizga tikan kirsa og'rir tanam opa singlimni ranjitgan bizga dushman Yelkangni qo'y yelkamga kel jonim ukam boringizga shukr deyman aziz oilam jannatimiz oilamiz savlatimiz oilamiz g'ururimiz oilamiz oilamiz jannatimiz oilamiz savlatimiz oilamiz g'ururimiz oilamiz 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 osmonlarda uchamizda duo bilan ota onam qanotimiz qayga borsak balolardan asrar bizni hasadlardan oilamiz qalqonimiz oilamiz osmonlarda uchamizda duo bilan ota onam qanotimiz qayga borsak balolardan asrar bizni hasadlardan oilamiz qalqonimiz oilamiz jannatimiz oilamiz savlatimiz oilamiz g'ururimiz oilamiz oilamiz jannatimiz oilamiz savlatimiz oilamiz g'ururimiz oilamiz 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 qani hiddasiga bo'lsa
Rahmat. Demak, muhtaram do'stlar, studiyamizga taklif etilgan mehmonlar, avvalambor bizani ko'rsatuvimizni qo'llab-quvvatlab, gulduros qarsaklar bilan olqishlab berib turganinglar uchun o'z minnatdorchiligimiz ko'rsatamiz. Shunday qilib, keling-ketir shousining bugungi sonini g'oyasiga yetdi. Agar anchadan buyon ko'rsatuvimiz efir yuzini ko'rmaganligi sababli qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, albatta uzr so'raymiz va sizlarni bergan bizga qanaqadir takliflaringlar bir qatorda uni keyingi ko'rsatuvlarda tuzatamiz degan umiddamiz. Ko'rsatuvimizni tomosha qilib turganinglar uchun sizlarga katta minnatdorchilik izhor etamiz. Yana efirda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.